namoz birodarlar. Jumaga keladigan odamlar bor, faqat qadr kechasiga keladiganlar bor, masjidni yoki namozni umuman bir yilda 2 martadan oshiqcha tanimaydigan odamlar bor. Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Ro'za tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi, endi ham bir xil ularning ahvoli. Kelkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holida barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotgani eshitib yotadi. Birodarlar, bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimirlamaysiz, tuproqni ustiga shap tashlayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz xonada qo'yib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimiz malaikalar bilan. Tanish bilish yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoyisi bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashyapti, unga gapirishyapti. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproq ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamasdi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" der edi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qanaqa o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yadi. Alloh o'tkazib qo'yadimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'z ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihonni yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi: "Robbing kim? Diniy nima? Sizlarning oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" Mana hozir shu yerda o'tirgan odam hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Diniy nima? Islom. Oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin, nima endi uch qator so'z ekan. Yo'talab berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal jannah. Ixlos bilan shu kalimani esa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxirgi aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar aytib beradigan narsadir. Mo'min aytadi, Robbing kim? Robbim Alloh deydi. Diniy nima? Dinim Islom. Sizlarning oranglarga bir kishi o'ralgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, u zot Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim deydi. Malaikalar aytar ekan, shunday deyishini biz bilar edik. Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan
O'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taologa guvohlik beryapti birodarlar. Endi ayting, buni yoqdagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklarda jannat ko'rpa to'shaklardan bo'ladi birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga keladigan huri ayinlarni ko'rib, huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, Robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshirtiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi: "Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U: "Ha, bilmayman" deydi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni deradim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi, qo'rquvning ma'nosi. Sizlarni oranglarda bir kishi yuborilgan, nima deysan u haqida? "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" deydi. Farishtalar aytadi: "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'on o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketar edi. So'ngra jasad yana boyga ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan, qabrida beriladigan azobning bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi: "Bandam yolg'on gapirdi." Unga do'zaxdan to'shaylar, do'zaxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farq birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senni ham bor ularsa, men nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyaga aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgan deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida.